Assalomu alaykum Marg'ilon tezkor obunachilari. Xo'p, sizlarga yana penabeton. Penabetonlarimiz hop 5 sm dan 10 sm gacha ham bo'ladigan joylari bor ekan. 10 sm ni ham chiroyli tekis qilib yopib berishyapti ekan. Yorilib ketmaslik, ko'chib ketmaslik, sichqon teshmaslikka garantiyalari bor. Mana shu o'rtalari hozirda 10 sm bo'lib ketdi. Undan tashqari dimoxodlargacha qo'yib ketishar ekan ustalar. Xo'p, keyin yorilib ketadi, bo'shab qoladi deganlarga, penabeton quydirmoqchi bo'lganlarga birinchi aytadigan gapim, shu vassalarni erinmasdan chiroyli qilib terdirib, mustahkam qilsangiz, bu yurganda likil-likil qilmasa zo'r bo'ladi. Agar bu likil-likil qilsa, xoh loy qiling, xoh penabeton qiling, xoh asfalt qiling, xohlasangiz beton qiling, yorilib ketadi. Sababi tayi bo'sh joyda ham asfalt qilsangiz, ko'chib yorilib ketadi. Birinchi o'rinda bu puxta bo'lish uchun akalar tayini mustahkam qilishlaring kerak. Siz mustahkam qilasiz, xudo xolasa penabeton 30-40 yil xizmatini qilib beradi. Mana mana chiroyli qilib qilingan holatlari mana. 300 kvadratdan ortiq joyimiz hozirda Oltiariqning sentrida Adelinani oldida qilinyapti. Xudo xolasa egalari ham mamnun shekilli. Biroz indamayaptilar. Bitta like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa fikrlaringizni kommentariyga yozib qo'yasizlar. Penabeton yaxshimi, loy bosgan yaxshimi do'stlar?